Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari, aziz musulmonlar. Tinchmisizlar? Sog' salomatmisizlar? Bugun mana 2025-yil 7-may kuni video qo'yyapmiz. Bu videomiz kul haqida. Kulni odamlar mana ko'plari tashlab yuboradi olib chiqib musorga. Kul nihoyatda foydali narsa. Kulda kalsiy, magniy, kaliy nihoyatda ko'p. Buni haligi nima deydi? Boshqa haligi burga dorilar ham bor buni kulni ichida. Mana pomidor yeyotganimizda mana shu kulga, mana paqirga kulni aralashtirib, ashuni suvini quyib turar ekanmiz. Nima uchun? Hali sim qurtlar bo'ladi. Ashalarni ham o'ldiradi ana shu kul. Suv suvga qo'shib turib eksangiz pomidorni ham. Hozir biz mana 10 litr suvga 1 litr mana kul qo'shamiz mana. Ko'ryapsizlarmi azizlar? Mana. Qo'shamiz. Qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Biz buni hozir badringga qo'yamiz, badringga. Badringali kalsiy yetishmasa ham sarg'ayib ketadi-da baklari. Nihoyatda foydasi katta bu kulni. Men Moskvada qilganman, 3-4 yil ahram bo'lib ishladim. Yer ko'p edi, shunda pomidor, badringlar ekkanman, shunda qilganman bu narsalar. 4-5 yil oldin. Endi mana uyda ham qilyapmiz, xudo xolasa ko'rsatib o'tamiz. Endi azizlar, mana nima deydi? Bir qoshiq mana zelyonka qo'shamiz. Bir qoshiq zelyonka mana. Qo'shgandan keyin endi bir qoshiq yot ham qo'shamiz. Yot qo'shib, mana bir qoshiq yot, bir qoshiq zelyonka yaxshilab aralashtirib beramiz. Yaxshilab aralashtirib olib, iloji bo'lsa bu 1 soat tinish kerak. Yaxshilab tinish kerak. Yaxshilab tindirsa 1 soat. Keyin olib kirib buni har bittasini mana katta nima kurishamiz mana. Shu kurishni hozir olib kiramiz. Badringga qo'yamiz mana azizlar. Oho, isib ketibdi. Badring pisani ichimiz sig'igan nihoyat. Hozir bir chegarani ko'rsataylik. Mana. Qoshiqqa qo'yib azizlar, mana. Endi videoda ham o'zim sherigim yo'q. Uzr o'zi. Oldindan uzr so'rab qo'ymoqchiman mana. 1 litrini 3 ga bo'lib quyilaveradi mana. 300 gramdan bo'ladi. 1 litrini 3 ga bo'lib quyilaveradi. Mana. Nihoyatda foydasi katta buning. Mana badringni kechroq ekkanmiz. Mana. Kechki badring. Mana shunaqa qilib quyilib chiqiladi. Hozir mana ularni ham ipga ko'tarib nima qilganimiz yo'q, ulgurmadik. Mana bu tomonda oldik tepaga. Azizlar, mana Tbilisimiz 204, 2,5 ga jinday kam. 2 sotiga 4 shunaqa deysa deydimi? Mana shunaqa. Bu kalni mani kuldi nihoyatda foydasi katta. Mana shu baklari sarg'ayib ketishi ham shundan bo'ladi. Kalsiy yetishmasa baklari sarg'ayadi. Qarang bularning baklari qanaqa chiroyli turibdi hozir mana. Mana ipga olib qo'ydik. Nihoyatda. Bu tomonda mana qulpunoy bor. Koreyskiy so'nglar, uni keyin gaplashib o'tamiz. Mana ko'rdinglarmi azizlar? Nihoyatda foydasi katta u kuldi.
Odamlar har xil narsa deb so'raydi. Yana savol beradi, nima deydi? Ko'mirdi kuli ham yo'q, ko'mirdi kuli bo'lmaydi. Bizniki hozir mana g'o'zapayani kuli. G'o'zapayani kuli keyin o'tindi kullari bo'laveradi. Ko'mirdi kuli ham bo'ladimi deb savollar mana bo'pti, bo'lmaydi. Iloji boricha g'o'zapaya. Bo'lmasa ham o'tinlarni kullari bo'laveradi. Yaxshilab ashil aralashtirib 10 litrga 1 litr kulni elab qo'shib, bir qoshiq zelonka, bir qoshiq yod qo'shib, nimaga endi yod, zelonka deb men so'rash mumkin. Bu har xil kasalliklarni, tomirdan kasalliklarni oldini olib turadi yod bilan zelonka. Ha bu kul kalsiy, kaliy, magniy bor. Ashu sarg'ayib ketishini, mana shu ko'proq kalsiy yetmasa sarg'ayib ketadi baklari. Hozircha bu ko'hmay turibdi. Endi biz oldini olib, ozmoz boshlangan ekan sepyapmiz, quyapmiz tomiriga. Iloji boricha kulni tashamanglar. Bu nima deydi? Tekin oziqa-yu bu. Nihoyatda foydasi katta bu kulni. Kulni foydasi katta azizlar. Biz mana o'tgan safar oldingi video nima bor edi, kanalim o'chirilib ketdi. Endi boshqa yangi kanal ochdik. Allohga tavakkal edi u nomi. Hozir Allohga tavakkal 2 deb. Azizlar, sizlardan hech narsa ketmaydi. Like-da ayamanglar, like-da. Podpisatsiyani bosinglar, a'zo bo'lmaganlar. Endi buni bu yerga mana shu videolarni qo'yib boraveramiz. Podpisatsiyani bosib, a'zo bo'lsanglar, like-ni bossanglar, sizlarga shu birinchilardan bo'lib barcha qo'yayotgan videolarimiz sizlarga yetib boraveradi. Pomidor badanilarga, odamlarga dori qilib ko'rsataveramiz qo'limizdan kelganicha. Sizlardan hech narsa kelmaydi azizlar. Yordam beraverasizlar endi kanalimiz rivojlanish uchun. Shunaqa qilib bugungi mana videomiz ham nihoyat yetib qolyapti. Qayda bo'lsa ham tinch, sog' salomat bo'linglar azizlar. Aziz kanalimiz obunachilari, aziz musulmonlar. Kimlarning mushkullari bo'lsa oson qilib qo'ysin Allohim. Dardlari bo'lsa shifo bersin. Musofirdaylarda ham Alloh o'zi panohida saqlasin. Turli ofat, fasod, balo qazolardan. Sog' salomat ishlab kelib, ota-ona bola-chaqasini oldiga yorug' yuz bilan kelib yuz ko'rishishga o'zing nasib qilaver Allohim. Hamma nasib o'zingdan beamr ishi yo'q Allohim. Yanagi videoda ko'rishib gaplashguncha sog' salomat bo'linglar azizlar. Musulmon bir-birimizga hammamiz yordam berishimiz kerak. Sizlar podpisatsiyani bosib a'zo bo'linglar. Men qo'limdan kelganicha harakat qilib videolar qo'yib boraveraman azizlar. Qayda bo'lsa ham tinch, sog' salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.